Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti, ya'ni NATOning bosh kotibi Jens Stoltenberg 18 fevral kuni Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazilgan Dunyo bexatarlik majlisiga uchur yo'llab, Yevropaning uyqusini ochadigan vaqti keldi. Biz endi Xitoyning xiristiriga yuzlanishimiz lozim degan. So we should not make the same mistakes with China and other authoritarian regimes. We must not become too dependent on products and raw materials we import, avoid exporting key technologies that could be used against us, and protect our critical infrastructure at home. Siyasiyon gezitining 18 fevraldagi xabarida aytilishicha, bosh kotib Jens Stoltenberg bu qatim avatgan uchurda aniq qilib, Yevropada bugun bo'layotgan ishlar ata Osiyoda yuz berishi mumkin degan. Bo'libmi Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishidan keyin Xitoy faol turda Rossiyani harbiy va iqtisodiy jihatdan qo'llayotgan bo'lib, bu hol ularning Tayvanga hujum qilish orqali yangi bir urush maydonini paydo qilish niyatini oshkorlagan. Bosh kotib Stoltenberg o'zining uchurida G'arb dunyosidagi har qaysi ittifoqdosh davlatlarni Xitoy bilan bo'ladigan turli iqtisodiy faoliyatlardan neri turishga da'vat qilib qolmasdan, G'arb allarini iqtisodiy va harbiy masalalarda jazman birdek harakatda bo'lishga chaqirgan. Bu qitimqi Dunyo bexatarlik majlisiga qatnashgan Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandi Xitoy Kompartiyasi Markaziy tashqi ishlar komitetining mudiri Wang Yi bilan suhbatlashgan. Bu qitimqi suhbatda Blinken apandi aniq qilib, Amerika hukumati egilik huquqimizga, jumladan havo boshlig'imizga daxl-taruz qilish mazmunidagi har qanday harakatni qabul qilolmaydi. Bu xil mas'uliyatsiz ishlar bundan keyin qat'iy yuz bermasligi lozim. Rossiyaning tajovuzchilik urushida agar Xitoy hukumati moddiy ashyo orqali yordam bersa, buning oqibatiga o'zlari javobgar bo'ldi deb ko'rsatgan. That China is considering providing lethal support to Russia in its efforts in Ukraine. We have seen Chinese companies, and of course in China there's really no distinction between private companies and the state. We have seen them provide non-lethal support to Russia for use in Ukraine. The concern that we have now is based on information we have that they're considering providing lethal support